Uyimizda 100% umnidom qilingan. Mana kalitga qo'yganmiz. Mana bitta umnidomimizda Laksonda bo'lgan. Mana bitta o'zining domofoni bor. Endi domofon nima desanglar, bu domofon nihoyatda aqlli bo'lgan domofon. Butun uy bilan integratsiya bo'lgan domofon. Bu qanaqa desanglar, masalan uchun uyga otasi keldimi, отпечатка palsidan ochsa, o'sha xonaga borib turgan svet yonadi, boshqa bo'ladi, o'sha konditsionerlar ishlaydi. Nihoyatda qulay. Buni hozir umnidom uchun alohida gapiramiz. Uyimizni boshqaradigan panel mana shu yerda. Bunaqa panellar 3 ta, bitta ikkinchi etajda bor va oshxonada bor. Bu panel nima ish qiladi desanglar, bu butun uydagi bo'layotgan jarayonlarni onlayn rejimda ko'rsatib turadi. Qayerda svet yoqib qolib ketdi, qayerda konditsioner yoqib qolib ketdi, qayerdadir misol uchun kamera ishlab hamma narsani ko'rsatib turadi. Mana bu xonani boshqaruvi, mana bu boya aytgandek выключатель. Ko'pchilik basseynda qiynalar ekan. Basseynimizda deydi, par bo'lib ketyapti, nima qilamiz deb. Mana shu yerda bitta 100% ventilyasiya qilgan, bu bilan umli qilingan. Mana shu yerda misol uchun namligini 40 qilib qo'yasiz. Normasi 40-45. 40-45 dan oshsa, namli isparение bo'lishni boshlasa basseyn o'zi virillab ishlab, o'zi quritib qo'yaveradi. Yana oshsa, yana virillab ishlab, o'zi quritib qo'yaveradi. Va bu narsani hammasi yana ham umnidomga ulangan. Misol uchun charchab ishdan keyin 1 soatdan uyda bo'lasiz. Anaqada telefonni o'zidan sauningizni, hammomingizni yoqib qo'ysangiz bo'ladi. Basseyn padaga bir qilib yoqib qo'ysangiz, nur ustiga a'lo nur bo'ladi.